Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Qimmatbaho qilishlarimizdan tayyor bo'lgan videoda oxirigacha ko'rsanglar, naq bitta jentanani puliga yarasha xanjarimizni ham ko'rsatamiz. Bu Excalibur'ni ukasini tayyorlaganmiz. Ruchkalariga sadaflar terganmiz. Xanani materiali ingichka kumush me'yordan. Ushbu ko'rib turgan qilichlaringiz milliy fasonda qilib tayyorlangan. 1 yil davomida 3 dona tayyorlaganmiz. Lezvalari klapan materialdan ishlangan. Ruchkalari chexollarini ingichka kumushdan qilib tayyorlaganmiz. 2 qavatdan tayyorlangan. Bu shkatulkamiz bo'lsa 3 talik shkatulka hisoblanadi. Tepasida bitta xanjari bor. Ichida 2 ta qilichi bo'ladi. Katta qilishi 1 metrga razmerga bormaydi. Qutilarni o'ymakor qilib tayyorlaganmiz. Bu barcha xanjarlarimiz uzoq vaqt mobaynida turaveradi. 1000 yil, 2000 yil qadimiy bo'lib qolib ketadigan xususiyatga ega. Bu jentalarga alishtiramiz degan qilichimiz. Ruchkalariga 267 ta sadaf ketgan. Oxiriga 3 pog'onali qilib ingichka me'yordan ishlaganmiz. Zashnisda filda tishi bor. Lezvalari klapandan ishlangan. Chexolni ham materialini me'yor materialdan ishlaganmiz. 6 ta filda tishi ketgan. Harlar bosilgan. Juda ham chiroyli qilib ishlangan bu qilichimiz. Bu qilichlarimiz kimi qiziqtiradigan bo'lsa, ushbu nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. O'zim yetkazib beraman bu qilichlarni xarid qilgan odamlarga.